Mana bugun 2026-yil 22-aprel. Yana bitta galla maydonida turibmiz. Bitta fermer ukamizning dala maydonlarida buğday juda chiroyli rivojlangan holatda turibdi, lekin hasharot ham yo'q, zang kasalligi ham alomati ham yo'q bu yerda. Sababi 2 marta ishlangan ekan bu dalaga. Shu biz aytgan Colosal Pro'dan sepgan birinchisiga 250 gramdan hasvaga, shirega qarshi qo'shib sepilgan. Orqasidan bitta suspenza qo'shib sepgan ekan. Juda ham chiroyli, go'zal holatda turibdi, hasharot ham yo'q mana. Dalaning holati video syomka qilib ko'rsatayotgan bo'lsa kerak ukamiz. Endi bunga bitta narsani tavsiya qilmoqchiman. Prosta boshoq jinday maydaroq boshoqlar. Sababi galla maydonimiz dalada ko'chat ko'p. 300 kilogramdan ekilgan ekan galla. Ko'chat juda o'ta qalin ko'chat. Bunaqa mayda gallalar ko'p tagida. Bu yaqinroq olib kelinglar syomkangiz. Mana men ichkari kirib vermadim, mana bunaqa mayda mana. Bosh mayda, mana monga o'xshagan mayda nimalar ko'p. Bunga tavsiya etiladi tezroq bir 200 kilogramdan azotli o'g'itlardan slitrani solib turib tezroq sug'orish tavsiya etiladi. Hozir rosa endi bitta gullashni boshlabdi dala. Gulga kirib 2 kun gullagandan keyin 1 sutkada changlanib bo'ladi o'zi asli. Tekis gullagandan keyin hozir gullida ekan bu. Bugun erta yomg'ir o'tib olsa, indinga berib turib bitta sug'oradigan bo'lsa, dalaning holati juda normal holatda turibdi. Bir 90-95 sentnerdan gallasi bo'ladigan holatda ekan dalasi.